Qozog'istonda jalablik bilan noqonuniy shug'ullangan 7 nafar O'zbekiston fuqarolari qo'lga olindi. Qadrli muxlislar, Eltoz o'zining kundalik ko'rsatuvlarini davom ettiradi. Qozog'istonning Olmaota shahrida o'z tanasini noqonuniy sotish bilan shug'ullangan 7 o'zbek xotin qo'lga olindi. Ular jazoni o'taganidan keyin O'zbekistonga deport qilinishi aytilmoqda. Ayollarning shaxsi axloq shartiga ko'ra Eltozda sir saqlanadi. Ammo ismlari chiroyli. Sumayya, Dilafroz, Shahnoza, Oysha, Surayyo, Zarrina va Gulnoza. Eltoz O'zbekistonga oid yangiliklarni o'rganishda va yoritishda davom etadi. Ayni paytda YouTube kanalida bugun obunachilarimiz soni 500 milliondan oshdi. Eltoz kanaliga 500.352 nafar shaxs obuna bo'ldi. Biroq YouTube analitikasiga ko'ra, Eltoz ko'rarmanlarining 78.6% obuna bo'lmasdan videolarimizni tomosha qilmoqda. Bu raqam bir hafta oldin 80% dan ziyodni tashkil qilayotgan edi. Biz bugun yana bir bor kanalimizga obuna bo'lish kerakligini eslatamiz. Bu biz uchun ishonch kreditini anglatadi. Tomosha uchun biletlar tekin, biroq donishmandlar aytganidek, bebilet bezbet. Eltoz esa kundalik ko'rsatuvlarini davom ettiradi.